O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqub, O'zbekiston xalq artisti Abduqoshim Ismoilov. Sizga Gulroz qarsagilar. Marhamat, shukrlar. Baraka toping G'ulomjon aka, salomat bo'ling. Juda chiroyli pardani yopinglar, skvozning bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, assalomu alaykum hurmatli G'ulomjon akamizni ajoyib muxlislari. Sizlar bilan ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'rsatganiga shukr, yetkazganiga shukr, boringlarga shukr. Tinchlik, tanasihatlikda, bag'ri bitillikda diydor ko'rishtirimizni ilohim har doim yaxshi kunlarda ko'rish diydor nasib qilib o'rsin. Tinchlik, tanasihatlik. Bugun shu akamizni chiroyli va xursandchilik kunlari, juda bir chiroyli kunlari. Mana shunday chiroyli kunlarda muhtaram prezidentimiz juda chiroyli unvonlar bilan nishonladilar. Ilohim umrlar uzoq bo'lsin, prezidentimiz sog' salomat bo'lsinlar, G'ulomjon akamiz sog' bo'lsinlar, yurtimizga ko'z tegmasin. Har birimiz mana shu go'zal yurtda farzandi bo'lganimizdan xursandmiz. Tan joyinglar sog', umringlar uzoq, baxtinglar hamisha hamro'z o'zinglarga hamroh bo'lgan bo'lsin. Salomat bo'lishga majbursizlar. Xush kelibsizlar hurmatli azizlar, xush kelibsizlar. Men ko'rib juda ham havosim kelyapti. Mana ko'pchilik bir 70-80% yoshi kattalar o'tirishibdi. G'ulomjon akamiz do'stlari, ulfatlari, tanishlari, muxlislari, eng ashaddiy muxlisi mana bugun kelib mazza qilib o'tirishibdi. Eng zo'ri mana shu hisoblanadi. Mana kimdir turmush o'rtog'i bilan kelgan, kimdir tanishi bilan kelgan, turmush o'rtog'i bilan kelish zo'rdi. Yevropada, chet elda yoshlar eri xotinlar konsertga borishadi. Konsertdan chiqib sekin bir restoranga borishadi. Restorandan chiqib aylanishadi. O'shanaqa yurishsa, o'shanaqa erkaklarni Yevropada nima deyshadi? Gentleman deyshadi. Gentleman o'zini ayoliga mehr oqibat qilganlarni. Bizda O'zbekistonda, o'zbekchilikda yoshlarimiz eri xotini konsertga tushsa, konsertdan keyin borib 4 ta shashlik yeb uyiga borsa, qaynini kutib oladi. Ana, o'g'limni o'ziga isi sovuq qilyapti deydi. Xuddi shunaqa-da. Bir qaynana kuyovni maqtayapti menga qaynana. Shukurjon bolam, meni kuyovim tilla. Kuyovim tilla, bunaqa kuyov hech qayerda yo'q. Zalatoy meni kuyovim. Qizimni chizgan chiqmaydi. Qizimni aytganini qiladi. O'g'lim latta, xotining so'ziga kiradi deb qo'yadilar. Shuning uchun bizning baxtimizga onaxonlar, otaxonlar sog' salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Ayollar sizlarning boringlarga shukr, to'g'risini aytaman. Sizlar borsizlarga bizning o'zbek ayollarimiz dunyoda eng zo'r ayollar hisoblanadi. Sizlar borsizlarga hayotimiz chiroyli, fayzli, barakali. Sizlar borsizlarga uyimiz salomjon sarishta, erkaklarimiz chiroyli, yurishi ham ayol kishiga bog'liq. Ayol kishi akkuratni, toza, hali ruschasi aytganda chistoplodniy bo'lganda erkak kishi ham chiroyli yuradi. Shuning uchun sizlar eng zo'rsizlar. Dunyoda yer yuzida eng zo'r aqlli, odobli va hamma narsaga xo'jayinchilik qiladigan ayol biz o'zbek ayollar hisoblanadi. Sizlar hamma narsaga xo'jayinsizlar, hamma narsani sizlar tanlaysizlar. Erkak zoti hech narsa tanlamaydi. Uchastka qurilganda ham uchastkani sizlar tanlaysizlar qatdan bo'lishini, remontlarni sizlar tanlaysizlar, aboylarni sizlar tanlaysizlar, mebellarni sizlar tanlaysizlar, pardalarni, jamiki nima narsa borki, hattoki qizingizga sovchi kelsa, kuyovni ham o'zingizlar tanlaysizlar. Hattoki uyga mehmon kelsa, ro'yxatni qilasizlar, keyin oxirida eringizning qo'liga berasizlar. Dadasi mana ro'yxat, mehmonlar ro'yxati. Er bechara ro'yxatni olib, shunda qaraydi. Bitta ham o'zini odami yo'q, hech kim yo'q. Hammasi xotin taraf. Shunda erkak zotiga o'zi akalar, hurmatli akalar, hoji akaga assalomu alaykum. Tuzimiz uydagilar tinchmi, charchamasdan salomat bo'ling. O'zbekiston xalq artisti. Sog' bo'ling, ko'rgandan xursandman. Erkak zotiga hoji aka bir marta tanish huquqi berilgan. Bir yilda bir marta huquqimiz bor, hurmatli erkaklar, bilib olinglar. U ham bo'lsa bir yilda bir marta Qurbon hayitda qo'y tanlaymiz, bo'ldi. Mana shu boshqa narsa tanlanmaydi, faqat qo'y tanlaymiz. Shuning uchun sizdan borligiga shukr ayollar. Salom. G'opatda shunaqa savol javob qilasizlarki, eringlarni dovdiratib qo'yasizlar. Bir ayol eriga gapiryapti. Adasi deydi, agar men o'lib qolsam, mabodo o'lib qolsam, atak o'lmayman, yomonga o'lim yo'q. Agar o'lib qolsam, uylanasizmi debdi. Er nima deydi? Endi uylanaman xotin endi. O'sha uylangan ayolingiz mana shu oshxonada ovqat qiladimi? Ovqat qiladimi? Shu qiladi-ku. O'sha uylangan ayolingiz men o'tirib televizor ko'rgan kreslida o'tirib televizor ko'radimi? Haqiqatni ko'radi, shu ko'radi, baraka topib. O'sha uylangan ayolingiz men yotgan karavotda ham yotadimi? Haqiqatni yotadi, shu yotadi. Nima qilsin, baraka topib. O'sha uylangan ayolingiz men haydayotgan BYD mashinani haydaydimi? Yo'q, uni pravasi yo'q, xotin pravasi yo'q uni. Pravasi yo'q. Dovdiratib qo'yganlarda nima deyishni ham bilmaydi u.
Nega shu yerda o'tirgan erkaklar o'zi kamida bir hafta bir marta bo'lsa ham o'zini ayoliga onasi men seni yaxshi ko'raman deb qo'yish kerak. Men birinchi marta ko'rishim konsertda erkak kishini ko'p o'tirishini. Mana shu bugungi kunda isbotladim men G'ulom akam konsertlarida. Hurmatli erkaklar, akalar, bir hafta bir marta bo'lsa ham o'zini ayoliga onasi men seni yaxshi ko'raman deb qo'yish kerak. Shunaqa ayollar, mana o'tirgan erkaklar, men hozir er xotinlarni ko'rgan ko'zim tushmayapti. Sherzaka siz kim bilan? Keling bilan keldingizmi? Kim bilan keldingiz? Kim yoningizda? Ha? Opalaringiz bilan uzrman. Ayollar bilan o'tib. Mana akamni necha yil bo'ldi turmush qurganingizga yoting? Necha yil bo'ldi? Abdulla aka necha yil bo'ldi? 25 yil. Yetasiz. Bir hafta bir marta bo'lsa ham yetasiz kelinimga. Onasi sani bir hafta bir marta. Malades, etib turish kerak. Bir hafta bir marta. Bu urushib turasizlar lekin, to'g'rimi? 25 yildan beri. Bir hafta bir marta urushib turasizlar. Mana bitta qarshi charqa haqiqiy erkak mana. Ayollar ichida ham oilasida urushmagan 20 yil 30 yil yashab kim urushmagan eri bilan ayollar qo'lini ko'tarsin. Kim urushmagan eri bilan? Mo'm shunaqa ayollar hech kim qo'lini ko'tarmayapti. Voy tavba qildim. Hamma urushargani. Kim? Siz necha yildan beri yashaysiz? Necha yil bo'ldi yashayotganingizga? Necha yil, ha? Men mas'ul sizdan so'rayman. Necha yil bo'ldi? Ha, sizda o'zingiz qo'lingiz ko'tardingiz-ku. Necha yil bo'ldi turmush qurganingizga? Ha? 43 yil ichida urushmadinglar umuman. Umuman bir marta ham. Vobshe urushmadinglar. O'zi birga yashaysizlarmi? 43 yildan urushmagan, zerif ketmadinglarmi? Urushtiringlar, kendayim, bunday. Odam zerif ketadi bunaqada. Bir ayol erdan so'rabdi. Adasi meni sevasizmi debdi. Sevaman, onasi nima sevmas ekanman. Adasi agar meni ko'zim ko'r bo'lganda sevarmidingiz? Ko'zing ko'r bo'lganda ham sevardim. Sen meni hayotimsan debdi. Agar meni quloqim kar bo'lib qolsa-chi, quloqing kar bo'lsa ham seni yaxshi ko'raman. Sen meni bolalarim onasisan debdi. Agar so'qib bo'lib qolsam-chi, adasi, onasi bunaqa baxt ko'tara olmay o'lib qolsam kerak dermish oxiri. Ilohim har bir inson o'zini qo'shgan bilan qo'sha qarasin. Har bir inson baxtli bo'lsin. Erkak kishi etadi, yaxshi ko'rishini biladi, etishga uyaladi. To'g'rimi akalar? Bir erkaklar bordi shunaqa. Lekin bitta erkak bor ekan, shunaqa sevar ekan xotinini. Shunaqa yaxshi ko'rar ekan, oxiri gapiribdi, onasi debdi. Men seni sevaman debdi. Sensiz hayot menga qorong'u. Men sensiz yashay olmayman debdi, onasi debdi. Sen bilasan, men tasavvurim keltira olmayman. Sen o'zing ham tasavvur qila olmaysan seni sevishim. Faqat bitta iltimosim bor onajonasi debdi. Men 5 kunga Turkiyaga ketyapman xizmat safariga. Xo'p desa, o'sha kelayotganda senga nima olib kelay? Lekin men sensiz o'tda yashay olmayman, bilaman. Lekin senga nima olib kelay kelayotganimda? Tilla olib kelaymi? Brilliant olib kelaymi? Nima olib kelay deb so'rabdi eridan. Shu paytda bizani ayollar, vaqtda o'tirgan ayollar, nima degan bo'lardinglar? Nima so'rardinglar? Tillam birlayaptimi? Nima so'rardinglar? Eringlar ketyapti misol uchun, mana komandirovkaga. Nima degan bo'lardinglar? Kim? A? Nima derdingiz? Sog' salomat, mana bitta qarshi chalib qo'ying, mana juda 3-4 ta ayol esanam borib keling dedi. Juda ham to'g'ri. Hali ayol ham sizga o'xshagan aqlli ayol ekan. Adajonasi debdi, o'zingiz esanamon keling, shuni o'zi katta baxt debdi menga debdi. Shuni o'zi tilla, brilliant debdi. Hali eri yig'lavoribdi eri. Ayolni ikkita yuzdan o'pib, aeroportga chiqib ketgan. Oradan 5-6 soat vaqt o'tgan. 5-6 soatdan keyin hali ayolni ko'yni g'ash bo'lib, oshxonaga kirib televizor qo'ysa, eri uchgan samolyot osmonning o'zida avia halokatga uchratdi. Osmonning o'zida 255 ta passajirdan 254 tasi o'libdi. Bittasi tirik qolibdi. U ham bo'lsa o'sha ayolning eri. Esanamon keling degan ayolning eri tirik qolibdi. Tirik qolgani sababi u erkak o'sha kuni aeroportga chiqmabdi. Chilonzorda domda qolibdi Jazmanning uyida. Qanaqa men uyga ketish bilmayotgan ekan endi. Nima qilsin endi? Shuning uchun keling so'rab qo'yinglar. Tillam birlarni so'rab qo'yinglar. Buni aybi yo'q. Hop, konsertimiz davom etadi, hurmatli azizlar. Guldiroz Qarsiga chalib qo'yamiz. Guldiroz Qarsiga ostida sahnamizga ustoz san'atkor, elimiz suygan san'atkor, O'zbekiston xalq artisti, Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov Qarsigilar. Rahmat. Ko'z tegmasin. Rahmat. Mana tursindan manta olasiz. Egilishga noqilaydi endi. Hop. Marhamat, topshiringlar gulinglarni, kelinglar. Salomat bo'ling, rahmat. Buyuk xizmatlari uchun orden sohibi G'ulomjon akamiz, muhtaram prezidentimiz sog' bo'lsalar juda chiroyli e'tibor qildilar. Kelinglar hurmatli azizlar, kelinglar. Yashang.
kelinglar. Ana sizga doira ham chiqyapti, doira ham. Ana. Oh, qarseli bo'lsin, Guldiroz qarsagilar. Endi mana bu 4 ga e'tibor qilamiz, hurmatli azizlar. Oltin disk. O'zbekistonimizda bitta oltin disk olgan o'sha bo'lsa G'ulamoga. G'ulamogandan boshqa hech kim olmagan, G'ulamoga. Mana shirinlikni qarang. Guldiroz qarsachani qo'yinglar, hurmatli muxlislar. Rahmat. Juda chiroyli. Qani buni pichog'i? Ofitsiant. Ofitsiant. Girgibton, ke ukam. Ofitsiantni o'zbekchasi girgibton deb bo'ladi. Girgibton deyiladi. Pichoqimiz qani? Va alaykum assalom. Pichoqni ber. To'xtayman, boshlab beraman. Siz o'zingiz kesib berasiz. O'zingiz boshlab berasiz. Bu hammanglar baham ko'ramiz hammamizga. Mana shu Bashtilarni hammasiga yetkazasizlar. Hammaga. Hammaga. Mana masalan. Mana shu oltin boshlaysiz. Bitta qarsak chalib qo'ying, hurmatli azizlar. Guldiroz qarsak bo'lsin. Mana shu shirin joyda. Qani. Ana, aha. Yana chiroyli kesib. Talinga qo'yib ber, ukajonim. Oting nima desani? Mana bu. To'g'rimi? Qolganini davom ettirasan, marhamat. Hammaga deyishgan. Talinga qo'yib ber. Qoting birini yeb berasiz, endi birinchi bu. Xo'p bo'ladi, xo'p. Ha, o'zingiz yeb berasiz. Sal pastroq charinglar, iltimos. Rahmat. Sal pastroq. Qoshiq qani, ukajonim? To'g'ronjon. Mana bu bor. Qoshiq bergin. Keling, men yediray sizga. Men yediray. Shunaqa qiling. Men yediray sizga. Hali to'yda kelin-kuylar bir-biriga yediradi-yu. Sizni to'yingiz bo'lyapti. Har holda men bo'lsam kerak-ku. Men endi kelin bo'ldim men. Boshimga ro'mol o'rab qo'ygan biladir endi hozir endi. O'zi kiyintirib olishdan bo'lar ekan. Rahmat. Xudo qo'limdan yeng buni. Bismillah. Hayotimiz shirin bo'lsin, G'ulomjon aka. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Elmurod Islom, Guldiroz qarsagilar. Elmurod akamiz juda chiroyli sarpola kiydirdilar, juda chiroyli, ko'z tegmasin. Elmurod aka, ikki oz so'z sizga. Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari. Men bir narsani aytmoqchi edim, uzr. Akamlarga prezidentimiz tomonidan unvon berildi. Qanaqa unvonligini hammanglar bildinglar. Mana haqiqiy buyuk xizmat qilgan insonga berdilar. Va shundan xursandmiz, biz san'at ahli. Aka buyursin. Hammamizga, hamma san'atkorlarga, o'tirgan xalqimizga ham shunaqa xizmat qilib, shunaqa ordenlar nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Konsert davom etadi hali. Guldiroz qarsagilar. Juda chiroyli. G'ulomjon aka muborak bo'lsin. Endi hali girgibtonlar ukajonlarim mana shu 4 tani kesasizlar-da, hammaga tarqatasizlar. Mana shu jami yetgancha, yetmaganlar oxirida o'tirganlar xafa bo'lmaysizlar endi. Xafa bo'lasizlarmi? Hozir salafaga solib beraveramiz mana biz. Bo'ldi, olib chiqinglar, kesinglar, bitta-bittadan kesinglar. Bir mazza qilib yeysin 4 tani. Anasi birinchi qatorga nasib qilar ekan, ko'proq endi. Sizlarga baxtli bo'lar ekan. O'zi bilet ekan birinchi qatorga. 4 ham bo'lyapti mana choy bilan birga. Choyni olib kelib berishadi, kofe olib kelib berishadi. Xullas, tarafgacha tong o'tar deyiladi-yu. Salomat bo'linglar. Umrlar uzoq, G'ulomjon akam, sog'-salomat bo'lsinlar. Har qatdan ham Elmurod akam juda chiroyli gapirdilar. Har qatdan ham buyuk xizmatlari uchun taqdirlandilar. Ilohim ko'z tegmas. Hammamizga, hamma san'atkorga nasib qilsin shunaqa yoshlik kirganda shunaqa xizmat qilish, shunaqa chiroyli xizmat qilish. Ko'z tegmasin, sog' bo'lsinlar. Ilohim yaxshilik bo'laversin. Har bir inson o'zini qo'shgan bilan qo'sha qarisin, baxtli, saodatli bo'lsin. Voyaga 20 yilga er-xotin gaplashib o'tirsa, xotin aytibdi, adasi debdi. Faqat menga to'g'risini ayting, aldamasdan gapiring. 20 yil oldin meni sizga kim tavsiya qilgan shu qizga uylangin deb. Ayting desa erim aytgan ekan, bilmadim onasi. O'sha paytda rosa dushmanlarim ko'paydi-ya, dirmush oxiri. Ilohim har bir inson qo'sha qarasin. 3-4 kundagi yana erkalik qilish boshlabdilar. Adajonasi, hech meni tushingizni ko'rasizmi debdilar. Savolni qarang endi. 20 yildan birga yotsa, birga tursa, tushga bola bormi endi. Adasi hech meni tushingizni ko'rasizmi desa, eri ham boplabdi, onasi debdi. Meni yomon tushkurmasligi uchun oyatal kursini o'qib yotaman dermish. Ajoyibdi. Voy tavba deyman. Ilohim farzandi aqlli, xushli bo'lsin-a.
insofli, tofiqli, iymonli, e'tiqodli qizlarimiz hayoli, iboli bo'lsin. Hayoli, iboli degan bir narsa esga tushib qoldi. Bir qiz magazin kirib, cha aqlli qiz ekan, qo'lini ko'ksiga qo'yib yerga qarab, "Assalomu alaykum. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi?" debdi. Sotuvchi bola ham qana, "Ko'zimga qarab gapiring, singlim" debdi. "Yo'q, meni onajonim aytganlar, begona erkakning ko'ziga qaramagin deganlar." Sahali bola hayratdan bo'lishdi. "Oh, Xudo. Ana hayo, ana ibo, ana odob, ana axloq. Seni menga juda ham yoqib qoldingiz. Ayting, nima beraysiz sizga? Nima beraysiz?" Qizim yerga qarab, "Kechirasiz, menga bir pochka sigaret berib yuboring" dedim shoxir. Voy, hayo ibo endi aylandim. Aylanitsam, ana Bekshoh studiyasi atrofida aylanib yuribdi. Aylan. Girdiga bilay bo'l, xotinim ham unchalik girdiga bilay bo'lmagan atrofimda. Bular bekdi, o'ziga ham o'ziga bek. Men do'ppili kiyyapti. Ilgari eslaysizlar, mana hozir do'ppi o'zimizning milliy libosimiz, o'zimizning milliy. Ilgari bundan 5-6 yil o'yin oldin do'ppi kiysangiz hammasi tinchlik nima bo'ldi? Tinchlik. Tepda o'lib qoldimi? Tinchlikmi? Xuddi shunaqa gapsiz bo'lardi. Mana hozir mana ko'zimiz o'rganib, to'p bilan keyin mana Bekshohga, qani bu? Sen meni orqamga olma, bu yoqqa o't, men oldiga o't. Bek meni aylanib yurasan xohlagan joyingda. Bekshoh bo'lgan, shoxi bor bilan, shoxi bor-da, shoxi bor, shuncha yuradi bilan. Bo'ldi, men to'sibsan hozir edi. Bo'ldi, Shunaqa hayoli iboli qiz, men vohadan ikkita qiz kelibdi, qishloqdan. Toshkentda aylanib yurishibdi endi. Birinchi marta kelish Toshkentga. Toshkent, voy, dugonajon, shahar qara go'zalligini, shunaqa chiroyli, shunaqa go'zal shahar. Lekin shahar qizlari aynabdi, o'rtoqjon aynabdi, sigaret chekishyapti shahar qizlarida. Sigaret chekishi o'zlari yana da deb qo'yishadi. Sigaret chekishyapti, uyat. Dugonajon, biz o'zimizni qolishimiz kerak. Biz o'zligimizni yo'qotishimiz kerak emas. Nosdan oldirmi shahar. Voy, aylanib ketaysandan deymana, voy o'lgari deymana. Ilohim, farzandi aqlli, xushli bo'laversin. Ilgari yoshligimizda har bitta mahallada ko'p oilali ota-onalar bo'lardi. Madgereynlar bo'lardi. Eslaysizlarmi? Bizning mahallamizda o'zi 3 ta bo'lar shunaqasi. Bittasida Buvanovlar oilasi 10 ta oila bo'lardi. Sindoshim bor. Xo'jabeklar oilasi bizning mahallamizda 12 ta farzand. Ganiyevlar oilasi 14 ta farzand. Mana shu mahallada, har bitta mahallada 10 talab, 12 talab tug'ilgan mana shu ota-onalar bo'lar tug'adigan. Farzand ko'p tug'adi. Hozir bunday ko'p farzand tug'ilayotgani yo'q. Hozir yoshdan duxi yetmayapti, bilmadim nima unaqa bo'lyapti. Shu 2 ta, 2,5 ta, 3 ta buyuk kompozitor, buyuk bastakor Yunus Rajabiy oilalarida 16-farzand bo'lgan ekanlar. Yunus Rajabiy 16-farzand bo'lgan ekanlar. Yunus Rajabiyning o'zlarining 12 ta farzandlari bo'lgan ekan. 12 ta. Qarang. Hozir bunaqa emas, bunaqa bu yoq bormi shu zalda bormi shunaqa bir 10 ta tuqqan onaxon bormi shu zalda bormi shu yerda shunaqasidan. Bormi yo'qmi? Yo'q. Ilgari shunaqa edi. Voy, 10 ta, 12 ta ba. Bir akamiz 4 ta farzandi bor ekan, 4 dona. Xotin bilan gaplashib o'tirarmiz. Onasi debdi, vaqt o'tishini qara hash-bash deguncha 50 kirib qolib bizni. Bu hukumatimiz ham baraka topsin qaror chiqaribdi. Kimning oilasida 5 ta farzand bo'lsa 50 yoshdan sirazi pensiya ekan. Onasi, sharoitingga qara, bugun payshanba. Sharoitingga qara, shu iloji bo'lsa bitta tug'ib bersanglar pensiyaga chiqib qolardik. Nima deysan sizlar xotinlar ham jahillar chiqib, "Ey, aptis qursin sizga." Endi sizga shuni farzand ko'rish, 3-4 yildan qatday deysiz? Hozir pozna, hamma zakrita, всё, pashal. O'larsiz, onasi jahling chiqmasin, senga deydigan sirim bor. Qanaqa siringiz bor? Sirim shuki, senga uylanishdan oldin bir sho'xlik qilib yoshligida bir rusga uylangan edim. Shu rus xotinimdan bir Vasiliy degan o'g'lim bor. Xo'p desen, shu hali o'g'limni olib kelsam-u, 4 tasini 5 ta qilsak-ku, pensiyaga chiqib borardik. Nima deysan, sizlar xotinlar ham laqqa shu, voy aylaning dadasi. Choping darrob kela qoling. Akamiz ham xursand. Yugurib borib o'g'illarni boshlab ketdilar. Uyga olib kelib, "Onasi, chaqirib bolalaringni akasini olib keldim, tanishtirib qo'yaylik." Voy, birga o'ynab yurishatsa, xotinlar ham yig'lab qolibdi. "Atachoniz, bolalaringiz tetugi bilan yo'q bo'lib ketishdi. Ko'chaga chiqib ketishdimi?" "Yo'q, ularni ham dadalari kelib olib ketib qolishdi" degan ekanlar. Shuning uchun farzand ko'pi bilan yaxshi. Karvon ko'p rizqi bo'lay. Ilohim yaxshilik bo'laversin. Yurtimiz ko'z tegmasin. Yurtimiz kundan kunga chiroyli bo'lib boryapti. Ayniqsa Toshkent shahrini qarang. Nafaqat Toshkent, O'zbekistonimiz hamma viloyatlari, tumanlari Toshkentda bir ham o'zgacha bo'lib ketyapti endi, ko'z tegmasin lekin. Lekin bizning O'zbekiston havo yo'llari, temir yo'llarimiz zo'r. Bizning O'zbekiston havo yo'llariga chet eldan kelyapti ishlagani. Komissiya raisi o'tirsa O'zbekiston havo yo'llarini Germaniyalik uchuvchi kirib ketdi. Qarang, Germaniyadan kelibdi, nemis. Qayerdan? Germaniya Berlin emas. Necha yil stajingiz bor? Samolyot haydash bo'yicha men 15 yil stajim bor.
15 yil stajim bor, 1500 marta havo ko'tarib qolganman, Boeing haydaganman. Nech pul oylik so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? Menga $3000 yetadi dedi. Nima qilasiz $3000 desa taqsimlab beryapti. $1000 o'zimga, $1000 oilamga, $1000 saqlab qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz deb nemis chiqarib yuboribdi. Ertasi kuni fransuz kelibdi, Fransiyadan fransuz uchuvchi. Qayerdan? Fransiya, Parij. Necha yil stajingiz bor? 18 yil. Necha marta havo ko'tarib qolgansiz? 1700 marta ko'tarib qolganman. Boeing Aerobus haydaganman. Necha pul oylik so'raysiz O'zbekiston havo yo'llaridan? Menga $6000 yetadi. Nima qilasiz $6000? Siz u ham taqsimlab beryapti. $2000 o'zimga debdi, $2000 oilamga, $2000 dam olishga olib qo'yaman. Siz juda yaxshi o'ylashib ko'ramiz. Hop, keyingisi ertasi kuni o'zidan Toshkentlik, shaharlik, g'ir Toshkentlik sonligim bilan dedi, Toshkentlik emas, Toshkentlik sonligim dedi, o'zi assalomu alaykum deyish kerak. Toshkentlik de. Sonligim aka tizimiz. Akajon menga $9000 beringlar yetadi. Qancha? $9000. Ukajonim ishtaxing zo'r. Nima qilasan $9000? Akajonim $3000 sizga dedi. Ben o'zbekchilik. $3000 o'zimga dedi. Molodets, yaxshi bo'l ekansan, yoqib qolding menga. Samolyot haydash bilasam, вообще bilmayman, qo'rqaman havodan. Kim haydaydi samolyotni? Aka, mana nemis 3000 ga rozi, nemis haydayveradimiş oxiriga. Mana qarsichasi deydi o'zbegi. O'zini ham xafa qilmaydi, birovni ham xafa qilmaydi. Konsertimiz davom etadi, hurmatli azizlar. Guldiroz qarsi chalib qo'yamiz. Qarsiga ostida, yaxshilab Guldiroz kayfiyat yanada ko'tarib, yanada chiroyli qilib. Voy! Don Corleone! Men hazillashib to'yda G'ulomagamga ketaman, G'ulomagan ko'rganimda to'yda G'ulomaga endi navbat deyman. G'ulomjon Yoqupovga emas, ali Kryosnotets kinosi bor, ko'rgansizlar hammanglar. Don Corleone bor. San'atkorlar Don Corleone. Endi navbat O'zbekiston xalq artisti Don Corleone desam, G'ulomaga nima deydilar? Rahmat Don Chicho deydilar menga qarab. Guldiroz qarsigilar, G'ulomjon Yoqubov aka. Men siqilib qoldim. Sanikiga ham nasib beraman. O'shani aytaman-da. Qo'stemas, yuqsin qilib qo'ying. Toshdan yuqsin. Meni ham boshdan toshda o'tib ketib qolsa ham yo'q. Salomat bo'l, sog' bo'l. Gap yo'q. Qarsigilar, G'ulomjon Yoqubov.